Kimde-kim Rabbim Allah dese, oğan hiçbir narseni şerik keltirmese, "Men kana ahiru kalamihi la ilahe illallah dakhalal cennet." Kimde-kimning eng ahirisi la ilahe illallah bolsa, cennetga kiredi. Korkpaydı o hiç narseden. Ol kafa bolmaydı. Nege? Bizning korkatın kunimiz, kafa boladın kunimiz erten ahirette bastaladı. Tursan, körgede sıyıngansın, arvaqada sıyıngansın, itten de yardım sıragansın, bitkede suyungansın. Al endi kapaşılık bastaladı. Mana dünyada kapalansan, rençsen, seni cubatar, atang bolar, apang bolar, ağang bolar, dosung bolar. Biroq kıyametli seni cubatатын hech kim bolmaydi. Nega? Her bir adam özünün amalına qarab qoladi. Abu Bakr Siddiq raziyallahu anhu Allah Taala'nın sosun to'g'rilikda turgandar degenin olar Allah'tan başka hiç narsega qulchilik qilmagan deb tafsirlagan o'sha oyatni. Sosun to'g'rilikda turgandar. Ya'ni mana iymon keltirdim. Amantu billahi. Allah'a iman keltirdim deb aytgandan keyin biz boshqaga qulchilik qiluvimiz bo'lmaydi. Qulchilikning turin barlig'ingiz bilasizlar, o'ta yaxshi bilasizlar. Keybirovlar aytadi, "Durust qo'y endi" deb qo'yadi. Bari dursa, bari Allohdan qo'y deb qo'yadi. Sol ana falslarga borib qo'ydim-da dedi. Bitibsin-da uniki, bitdi. Kechagi ana Araldan chiqqan yigitga ne bir yigitlar borib, "Atteng, taqsir bo'lmaydi ekan qo'ya" deb qo'yadi. Sen istab keldingmi deb aytamda. Biroq amantu billahi degandan keyin, Allohga iymon keltirdim degandan keyin, ol arvaqqa tabunu, sinu, jalnu, jalbarnu degan narsadan adam müldüm tasarruf kerak. Bir baxshilarga borib, yo'q, bu narsadan adam tiyilish kerak. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ne dedi? Ular Allah'tan başka hiç narsega qulchilik qilmagan deb tafsirlagan bunu. Sonda ol Allah ular hech qanday da boshqa Xudoga jalbarinmagan. Durust dedi, biz Xudoga siyinamiz, biroq so'gan baramiz deb qo'yadi, so'men bitesin-da. Yo'q. Ne tilesang, kimdan tile? Allah'tan dile. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 10 jasar Abdullah ibn Ömer'e talim verdi bunu. Abdullah ibn Abbas'a talim verdi de ne tilesen Allah'tan dile. Korksan Allah'tan kork deb 10 jasar balaga talim bergen vaqtında onu buna jas koy degen yok. Sebebi adam jastayından olsa talim terbiyemen baradımızı qartayganda ol жалгыз Allah'tan korkatın bolad. Allah'a tevekkül kılatın bolad. Allah'a jalbarınatın bolad. Жаңа екі жігіт келді деді ма Түркістаннан. Шешесі ана мұны десе, ана баласы айтып жатыр, "Бізді бұзған сенсің ғой" дейді. "Бізді бұзған сенсің ғой" дейді. "Ана тәуіпке апардың, мына тәуіпке апардың." Тәуіптеріңе мыштан емес, цигандарға апардың ғой бізді, цигандарға деп жатыр да. Ана бейшара шешесі дінді білмейді де ол. Сол балам жазылсын екен деп тұрып, анағанда, мынағанда бара берген да. Қазір медицина дамыған заманда өмір сүріп жатырмыз да біз. Bir kichkina bir balaga borib turib, deb ana shaytoniy vasvasa o'sirli keladi da. Mumkin Xudoy o'gan qasiyat berib qo'ygan шығар. Paralej odamlar yurib ketib o'tir qo'y deb turib, butun yelda azg'iru, astag'firulloh. Alloh shifo bersa, qora suvda shifo bo'ladi. Alloh shifo bersa, qora suvda shifo bo'ladi. Sonda odamlar bor, bir kunda bir tablet kishining o'zi $5000 tablet ichadi. Biroq bo'lmay жатыр. Sebebi ol Allah'tan kelgen salah siz bizge. Ömer ibn al-Hattab radhiyallahu anhu minberde turup Allah Taala'nın rasında Rabbimiz Allah deb so'sin to'g'rilikda turgandar degan so'zlarni o'qidi da, ular tulki siyoqda bo'lan quyruqqa salmay Allah'a bo'ysunuda tabandı turda ustanadi dedi. O'sha so'zda ya'ni rasında Rabbimiz Allah deb so'sin to'g'rilikda turgandar da aytib o'tar. Ular tulki siyoqda bo'lan quyruqqa salmay Allah bir dedi de qalagan arvaqına da siyna beredi, qabirine de siyna beredi, mo'ynida tumarda ilib ola beredi, uyine aparatı adrespanını qo'yib qo'yib, oh mana endi eng ulkan arvaq keldi deb o'tira beradi.
Estağfurullah, bu narsa saqlanib kerak. Sebebi Allah barliq günahni kechirim deydi. Biroq shirkni kechirmayman deydi. Shirk. Allah'a şirk qo'shu, Allah buni kechirmayman deyapti. Onda bizning 5 vaqt o'qigan namozimiz deyapti. Ne bir ademi uylerde kuramiz. Barakallah, odan da жақсы uylar kur. Uyni quradi da жақсылап Xudoy tamoq beradi. Beshana asov shekir turgan qo'shqarda kelib so'yadi. Qo'y onu urmaydi da, tepmaydi da. Suyagini aparib, yetini aparib qozonga soladi da, suyagining barlig'ini terib olib turib, uyning bir burishini kelib ilib qo'yadi. Adam olsun inşallah adam bo'ladimi? Ana ne uchun ilib qo'yding desa, ko'z tiymay uchun. Ey astag'firullah. Ko'zni qaytaradigan bo'lsa, o seni ya bir tep nemese bir suzib uxtatib kerak edi qo'y. Biroq sаған beshara sonday bo'ysunib chatgan qo'yding, yetini jeding, miyini jeding. Biroq endi suyagini ilib qo'yib, Allohga bitib sherik qo'sib bo'lmaydi ag'ayinlar. O'sining bari nag'iz haqiqiy tavhiddan avutquga yo'l bermaydigan to'g'ri aytilgan. Tavhid. Biz tavhidni bilmasak, bizning ibodatlarimizga shirk kirib ketadi bo'lsa, onda ibodatlarimizdan hech qanday foyda bo'lmaydi. Ibodat qiladigan odam tavhidda o'ta qattiq turib kerak. Allohning birligi.